Assalomu alaykum, bugun Agro kanali kuzatuvchilari. Bugun 19-mart 2025-yil. Mana bizning maydonimizni hozirgi kunda holati shu holatga yetib keldi. Ko'rib turganingizdek, mana gullash jarayonlari boshlandi. Mana yangi gul shoxlari. Ko'rib turganingizdek, xuddi shu holatda hozirgi qulpni holati 19-mart sanasidagi holati. Hop, sizlarga aytmoqchi bo'lgan tanishtirib bormoqchi bo'lgan oziqalarimiz hammasigini video lavha qilib tayyorlaymiz degandek. Hech vaqt ajrata olmayapmiz shunga, lekin har kuni oziqa berilyapti bu yerda. Bular mana matchniy rastor bochkamiz. 1 tonnalik, 1 kublik. Bularda hozir sulfatli shu yerda aralashtirib, eritib, keyin bu bochkaga haydaladi. Mana 20 talik turbada haydalib, bu yoqqa tushib ketadi. Bu rabochiy rastorda, keyin matchniy rastordan eritilgan mikro makro elementlarni yana o'zida 15-20 daqiqa aylantirib, shu nasos orqali filtrlardan o'tib shu yer maydonimizga kirib ketadi. Mana bu yerda oziqalarimiz, bilasizlar, bizning pH'imiz baland, 9-10 pH, esilarimiz ham yuqori. Shuning uchun biz har bir suvda oziqa beryapmiz har kuni. Bular ma'lumot uchun azotniy kislota. Azotniy kislotadan doimiy foydalanish tavsiya qilinmaydi. Hozirgi kunda bu o'sish davri bo'lgani uchun shuning uchun foydalanib turibmiz. Ertaga limonli o'rta fosforniga o'tamiz inshaalloh. Mana bizning oziqalarimiz nitratlar va sulfatlar. Har bittasi kilogrammgacha tortilib 10 xil mikro makro elementlarni jamlanmasini shu bochkada eritib, bu yoqdan suv orqali haydalanadi basseynga. Hop, biz yana qilgan ishimiz, biz bir marta fungisid berdik. Tabiiyki biz hosildorligiga yaxshi ekologichskiy toza mahsulot olish uchun mana biofungisid, ya'niki Argamika F dan foydalandik. Buni biz issiqxonada doimiy qo'llab kelamiz. Yana bir marta berishga zaxiralarimiz bor. Mana 50 litr beryapmiz. Buni bilasizlar hamma. Eng mashhur Bionovatikki mahsuloti Argamika F Trichoderma aspirillum. Bular issiqxonaga juda ham effekti zo'r. Biz o'tgan yili ham shu sizlarga tanishtirib borgan joyimizda ko'chat xonamizda, matchniy onali ko'chatlarga ekilgan joyimizda ham xuddi shundan foydalanib kelyapmiz. Mana shu yil уже 2-yil. 2-yil foydalanib kelyapmiz. Rezultati zo'r, yaxshi. Glavniysi ximiya emas, biologiya. O'tgan yili ko'rgansizlar, biz semichka yetishtirgandik. Semichkani ham hech qanday ximiyasiz qurtlardan himoya qilish ilojisi yo'q deb kommentariyalarda ko'pchilik yozishgandi. 90-95% qurtdan xoli bo'lgan biologichskiy foydali hasharotlardan foydalanganmiz biz. Mana hozir biz endi oltin ko'z olib keldik, oltin ko'z. O'tgan yili braken qo'yilgandi. Mana endi bu yil
Yani oltin ko'z lichinkalari, tuxumlari. Buni tuxumlarini-chi, tuxumini pastga qaratib qo'ying. Ha, o'zi uchib chiqib ketadi keyin. Mana hozir shunaqa lattada bankada bo'ladi. Endi biz Toshkentdan olib keltirdik. Toshkent viloyati Quyi Chirchiqda doimiy olib yuradigan shu laboratoriya egasi bor. Qismat aka shulardan kecha jo'nattirib yuborishdi. Ko'rib turganingizda shu lattalarda, matolarda uzoqroq qo'ying pastroqga. Matolarda bo'ladi. Tuxumi bo'ladi. Shuni ora-oraga mana shunaqa qilib qo'yib chiqiladi, bo'ldi. Shu bilan ko'rasizlar 3 kun 4 kunning ichida bular hammasi 100% chiqib ketadi. Mana tuxumlarini ko'rib o'tgan bo'lsanglar, mana shu mayda tuxumlar. Mana buni mana shunda tashab qo'yamiz. Gektariga 1 paketdan qo'yilyapti hozir. Gektariga 1 paket. Biz 5 paket olib keldik. Bu asosan nimaga deyilsa, bu asosan hozir bizda shira tushgan, shira kuzatilyapti. Shunga asosan shiraga. Bu oltin ko'z bir nechta zarar ko'randa hasharotlarni kushandasi. Mana tuxumlar. O'shalarni yeydi. Xishnik. Tuxumini ham, shirani o'zini ham yeb o'ldiradi. Braken nima ish qiladi desa, braken u qurtlarni har xil o'sha ko'sak qurti, kapalak qurtlar, har bir qurtlarni u chaqib o'ldiradi. O'sha chaqqan joyidan bu ham urug' tuxum ochib, yana ko'payib ketaveradi o'ziga o'zi. Shuning uchun mana qulupnayga ham hech qanday kimiyasiz shu foydali hasharotlardan foydalanib, shu har xil zarar ko'randa hasharotlardan nafaqat ildizini, balkim barglarini ham biologiya orqali himoya qilish niyatidamiz. Mana shu bugungi holatda berilyapti. Teplitsa issiqxonalardan ham foydalanish tavsiya qilinadi o'zi bu. Biz mana ochiq maydonda o'tgan yili o'sha Semichka maydonida 6,5 gektar maydonda ko'rsatdik. Hech qanday kimya bermadik. Kimya berasiz. Birinchidan ekin uchun ziyon, ikkinchidan cho'ntak uchun qimmat. Biologiya arzon, effekti yaxshi. Kimya berasiz. Bu 100% o'ldirmaydi. Sababi mana bunaqa bo'lsa, mana barglari mobodosiga mana shunaqa materialni tegida, etda betda barga kirib qolgan bo'lsa, shirani tuxumlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha suspenziya qilib sepib ketgan paytida bu tabiiy tegiga, materialni tegiga, baylarini orqasiga, boshqa joyiga 100% tegmaydi dorimiz. Shunda yana bu 3 kun, 4 kun, 5 kundan keyin tuxumlari yana rivojlanib, yana ko'payib ketaveradi. Undan keyin yana o'sha dozani sepadigan bo'lsangiz, ta'sir qilmaydi. Sababi o'sha hasharot ham o'sha dozani ko'rgan bo'ladi, yegan bo'ladi, immunitet hosil qilib oladi. Har safar takror sepganingizda dozasini oshirib borishingizga to'g'ri keladi. Qarabsizki, qulupnay tez pishadigan meva hisoblanadi. Tez, bahor oyi juda ham tezlashib ketadi. Bir hafta 10 kun oldin ham ko'rib turganingizdek, bu yerda bargdan asar ham qolmaganda, 3-4 quloq bay otib qoldi bemalol. Shuning uchun biz asosan biologiyaga kuch qaratyapmiz.
Shuni sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Bundan chiqqan hosil mevalarni o'zimiz iste'mol qilamiz, farzandlarimiz, o'zimizning xalqimiz iste'mol qiladi. Ximiyani bilasizlar, qay darajada odamga ziyoni kattaligini. Odamzod ximiyasi bilasizlar, soch to'kilib ketadi. To'g'ridan to'g'ri ximiya olinsa, meditsina tomonidan ximiya olinsa, soch to'kilib ketadi. Endi bu ekin orqali ximiya berilgan ekinni yeyish, o'zingizlar bilasizlar nima oqibatlarga olib kelishi. Shuning uchun ko'p ijtimoiy tarmoqlarda yoritilgan bu. Shuning uchun bizni takrorlab o'tirish shart emas. Biz shu biologiya bilan shu hasharotlardan himoya qilib, qulupnay mevasini yetishtirishni ko'rsatib bermoqchimiz sizlarga. Nafaqat ildizini, balkim shu barglarini ham. Bizda mana shu eng pastimizda ko'paygandi. Sababi kuz oyida shu yarim joyimiz, bir 20-30 sotik joyimiz tozalanmay qolib ketgandi. Shu begona o'tlar o'lmagan bo'ladi, bilasizlar. Mana shu o'tlar o'lmagan bo'ladi qish oyida. Qulupnaylar bayi o'lgan bo'lganda, erta bahor birinchi bo'lib o'tga kelib yopishgan begona o'tlarga. Shundan mana shu yerda begona o'tlardan xoli qilib chopib olib tashalgandan keyin shu hammasi qulupnayning bayiga o'tirgandi shiralar. Joy ham ko'p emas, o'sha qisman joyimizda bor. Mana shu polimizda asosan. Oxirgi 3-4 kartamizda, asosan 4 kartamizda bor edi. Shuning uchun endi biz shu yerga ko'proq foydalanamiz va umumiy maydonga foydalanyapmiz. Sababi doim qo'yib boramiz. 10 kun, 15 kun oralig'ida. Bu nafaqat shirani, balki trips o'rgimchak kanalarni ham tuxumini bemalol yiya oladi. Nisbatan shira bu hasharot uchun lahm go'sht, tabiiy lahm go'sht, chunki bilasizlar, u kichkina suyagi yumshoqqina yeb oladi. Bu oltin ko'z. Tripslar juda ham qattiq hasharot bo'lgani uchun ularga sal suyakdek tuyuladi, suyakdek bo'ladi. Lekin yemaydi degan emas, yeydi. Xolos qiladi lekin. Shuning uchun biz mana biologiya bilan himoya qilib, inshaalloh hasharotlardan qulupnay yetishtirishni maqsad qilganmiz. Shularni mana bitta videolar orqali sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. To'g'ri, ximiyaviy mikroelementlar bilan foydalanilyapti. Bargidan bilasizlar, bir hafta 10 kun siz ximiya chiqib ketmaydi. Shuning uchun ertaga pishiqchilik paytida ham ximiyaga o'rgatib qo'ymaslik uchun. Bu yana ximiya sepsiz 4 kun, 5 kungacha stress oladi, alomat bo'ladi. Yo'q deganda 3 kun. Shuning uchun biologiya ham arzon, ham effekti yaxshi. Shundan foydalanishni sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Mana bular yigit shogirdimiz, o'zimizning shogird. Meni shu yoqqa mana hozir ko'proq qo'yamiz. Shu berayotgan ma'lumotlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, kuzatib boringlar. Hozirgi kunda Termiz tumanida 30 gradus issiq bo'lyapti. Mart oyining boshida qish edi, sirazi yoz bo'lib ketdi. Martda boshida qor yog'ib, -3, -4 darajagacha sovib, havoli juda ham bir kechikishga olib keldi bahor. Hozirgi kunda kechasiga 10-11, kunduz kunga 28-30-31 gacha ko'rsatilyapti. Kuzatib boringlar, keyingi videolavhamiz inshaalloh shu yerda berayotgan oziqalarimizni tanishtirib ko'rsatib boramiz. Sababi video lavha qilib tayyorlamaganimizning bitta sababi shu pH metr va EC metrlarimizni kalibrovkasi ketib qolgandi. Qish oyida, qishi bilan Tbilsida issiqxonada ishlagan. Orada 1-2 marta qilingan. Shundan keyin 1 oydan beri yotibdi. Mana Toshkentda kalibrovka suvlari, shu sozlaydigan suvlari yetib keldi. Shu bugun shu 1 kun 2 kun ichida ularni sozlab
sizlarga har bittasini necha AC kelyapti, necha AC chiqib ketyapti, necha pH kelyapti, necha pH chiqib ketyapti, sulfatdan qancha qo'shilyapti, nitratdan qancha qo'shilyapti, mikroelementlar qancha qo'shilyapti, har bittasini mana shu yerda ko'rsatib boramiz. Necha tub ko'chatga qancha kilo oziqa ketyapti, yil mobaynida qancha kilo oziqa bilan shu qancha gram hosil olishi hammasini ko'rsatib etib boramiz. Kilolarigacha aniq qancha suv ketayotgan, qancha suv iste'mol qilayotgan ekinlarimiz ham hammasi tonnasigacha aniq. Necha tub ko'chat qancha suv ichayotgani yu hammasi pishgandan oxirigacha bemalol etib bora olamiz. Necha kilo oziqa, qancha necha litr, necha kilo kislota ketdi, hammasini aytamiz, hammasini ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatib boringlar. O'zinglarni qiziqtirib borgan savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldirsanglar, o'shanga javob berishga harakat qilamiz. Mana o'tgan safar sizlar kommentariyalarni o'qib chiquvdim. Shu oziqa bo'yicha dedinglar, oziqa bo'yicha tayyorlash videosini keyingi lavhada kuzatib boringlar.